Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Turizm kafedrasi katta o'qituvchisi Tolipova Malika Salohiddinovaman. Bugun sizlar bilan Introduction to Tourism, ya'ni turizmga kirish fanidan turizm tushunchalari mavzusini o'tamiz va bugungi bizani rejamiz turizm sanoatining mohiyati va xususiyatlari, turizm qanday rivojlanadi, O'zbekistonda turizmning tarixi qachondan boshlangan, bu haqda sizlar bilan o'rganamiz. Turizmni o'zi oladigan bo'lsak, fransuzchadan sayr, sayohat, safar qilish, dam olish degan ma'nolarni beradi. Turizm deganda jismoniy shaxsi doimiy istiqomat qiladigan joyidan turli xil maqsadlarda, ya'ni sog'lomlashtirish, dam olish, biznes qilish, davolanish maqsadlarida o'zini yashab turgan joyidan boshqa mamlakatga haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda uzoq bilan bir yil muddatda jo'nab ketishi aynan sayohat qilish va turizm deb tushuniladi. Turizm sanoati bu transport, joylashtirish, demak joylashtirishga mehmonxonalar, hostellar, mehmon uylari va hokazolar, ovqatlanish, bularga restoranlar, kafelar, fast foodlar, ekskursiya xizmatlari, madaniy va ko'ngilochar markazlar, sug'urta, mobil ilova va boshqa sohalarni o'z ichiga olgan ko'p tarmoqli iqtisodiy tizim hisoblanadi. Turizmni tarixiga keladigan bo'lsak, turizmni tarixi ilk marta 19-asr boshlariga borib taqaladi. Dastlab Angliyadan Fransiyaga uyushgan sayyohlik tashkil etilgan va buning eng asosiy asoschisi hisoblangan ingliz ruhoniysi Thomas Cook bo'ladi. Bu 1843-yilda o'zini ilk bora temir yo'l sayohatligini tashkil etadi. Shundan so'ng u muvaffaqiyatli amalga oshirilgan sayohatdan keyin o'zini xususiy turistik korxonasini tuzishga qaror qiladi va 1866-yilda dastlabki sayyohlik guruhlari Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'nab ketiladi. Sharqda arab sayyohi Ibn Battuta ham 21 yoshida sayohatini boshlab, deyarli barcha Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlarini piyoda kezib chiqqan shaxs sifatida tarixda juda ham o'zini keng izini qoldirgan. 1841-yilda esa Thomas Cook o'zining Lesterdan Loughboroug'ga bir guruh tashviqotchilar uchun temir yo'l ekskursiyalarini taklif etadi. Unda u $5 poyezd chiftalari, oziqlanish va turar joy turlarini taklif etadi. Ushbu sayohat katta muvaffaqiyatga erishadi va Cook sayohatni hamma uchun ochiq qiladigan sayohat agentligi yaratishga qaror qiladi. 1845-yilda esa Thomas Cook o'zini sayyohlik agentligini tashkil etib, mijozlarga temir yo'l orqali ochiq bo'lgan sayohatlarni taklif etadi va u sayyohlik davomida arzon mehmonxonalarda qolish imkonini taklif etuvchi turlarni taklif etadi. Keyingi bir necha yil ichida Cook o'z biznesini kengaytirib, Shotlandiya, Irlandiya va Yevropaga sayohatlarni taklif etadi. Shuningdek, u Misr, Madina, Qo'shma Shtatlarga sayohat qilishni ham taklif qila boshlaydi. Aynan uni sayohatchilari sarguzasht izlayotgan badavlat sayohatchilar orasida juda ham mashhurlikka erishadi. O'zbekistonda turizm dastlabki rivojlanishi davri haqida gaplashadigan bo'lsak, aynan mamlakatni boy tarixiy madaniy merosi va qadimiy shaharlarni jahon miqyosidagi ahamiyatiga borib taqaladi. Ilk bora dastlabki shakllanish bosqichi 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida. Bu davrda O'zbekiston sobiq Rossiya imperiyasi tarkibida hududiga tadqiqotchilar, savdogarlar va sarguzasht izlovchi sayohatchilar tashrif buyurishgan. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi qadimiy shaharlar o'zining me'moriy yodgorliklari, madaniy va diniy markazlari bilan sayyohlar e'tiborini tortgan joylar hisoblanadi. Sovet davrining boshlanishi esa 1920-1990-yillarda, aynan 1929-yilda sobiq ittifoqda Inturist tashkiloti tuzilgach, O'zbekistonda turizm sohasi markazlashtirilgan tizimga rivojlana boshlaydi. 1930-80-yillarda Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xivada turistik bazalar, mehmonxona va gidlik xizmatlari faoliyat yuritishni boshlaydi. Asosan bu joyda ichki turizm
ya'ni ishchilar, talabalar, pionerlar dam olish uchun sayohatlarni amalga oshirishi rivojlangan. Mustaqillik davridan keyingi paytda 1991-yildan boshlab 92-yillarda O'zbekiston turizm milliy kompaniyasi, ya'ni O'zbek turizm tashkil etilib, turizm sohasini rivojlantirish davlat darajasiga ko'tarilgan. 1999-yilda bo'lsa turizm to'g'risidagi qonun qabul qilingan. O'zbekistonda turizm sohasida asosiy vakolatli organ bo'lib O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va turizm vazirligi hisoblanadi. U 2022-yil 18-fevraldagi prezident farmoniga asosan tashkil etilgan va vazirlikning asosiy vazifalari turizmni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish, hududiy turizm boshqarmalari faoliyatini muvofiqlashtirish, turizm bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, turistik obyektlar va xizmatlar sifatini nazorat qilish hamda turizm sohasida kadrlar tayyorlashni muvofiqlashtirishdan iboratdir. O'zbekiston katta tarixiy madaniy merosga, ya'ni 10 mingdan ortiq qadimiy, me'moriy va arxeologik obidalarga ega. Ularning ko'pchiligi asosan Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz, Qo'qon va Toshkent shaharlarida joylashgan. O'zbekistonning 7 ta tarixiy yodgorlik va obidasi UNESCO madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bular Samarqand Registon maydoni, Buxoro tarixiy markazi, Xiva Ichan qal'a, Shahrisabzdagi Amir Temur yodgorliklari, Termizdagi arxeologik majmuasi, Farg'ona vodiysidagi yodgorliklar majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda majmuasi aynan UNESCO madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan hisoblanadi. 1993-yildan buyon bizning davlatimiz O'zbekiston Xalqaro turizm tashkiloti Inventoga a'zo bo'lgan. 2004-yildan boshlab Samarqand shahrida Buyuk Ipak yo'lining yuragida joylashgan BMTning Butunjahon turizm tashkiloti Inventoning transkontinental magistralda turizmni rivojlantirish bilan shug'ullanuvchi ofisi faoliyat yuritib kelmoqda. O'zbekistonda 3500 dan ortiq turistik tashkilotlar va agentliklar hamda 1000 dan ziyod mehmonxonalar va joylashtirish obyektlari faoliyat yuritmoqda. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganch, Nukus shaharlarida xalqaro aeroportlar o'z faoliyatini olib boradi. Turizm sohasi uchun kadrlar tayyorlash ta'lim muassasalari aynan Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganch texnikum aynan turizmga ixtisoslashtirilgan turizm texnikumlar tomonidan amalga oshiriladi. 2022-yilda O'zbekistonga turistik maqsadlarda 5,2 million nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023-yilda 6,6 million nafarga yetgan. 2024-yilda mamlakatimizga tashrif buyurgan sayyohlar soni 8,2 million nafarga oshgan va bu O'zbekistonning xalqaro turizm bozoridagi nufuzini ortib borayotganidan dalolat beradi. O'zbekistonga kelgan sayyohlar uchun ma'lum darajada qandaydir to'siqliklar ham yo'q emas. Bularga biza til to'siqlari, ko'plab joylarda ingliz yoki boshqa xorijiy tilni biladigan xodimlarni yetishmasligi, transport va infratuzilmadagi muammolar, ayrim yo'llar, bekatlar yoki transport tizimida yetarlicha qulayliklar mavjud emasligi, xizmat sifatining pastligi, ayrim mehmonxona, restoran yoki gidlar xalqaro standartlarga to'liq javob bera olmasligini biza muammo sifatida ko'rishimiz mumkin. Yana bir muammolardan bittasi to'lov tizimi cheklanganligi, xalqaro bank kartalari hamma joyda ishlamasligi, naqd pul zarur bo'lganda ulardan foydalanishda ozgina muammolar borligi ham bizaga sayyohlarimizga bo'lgan xizmatimizda yuqori darajada xizmat ko'rsatishga ozgina to'sqinlik qiladi. Keyingisi axborot yetishmasligi. Turistik faol joylarda ingliz tilidagi belgilar, yo'l ko'rsatkichlari va ma'lumotlar markazlari kamligi yoki ba'zi bir turistik hududlarda ularning mavjud emasligi aynan muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Sanitariya va tozalik muammolari. Ayrim maskanlarda hojatxonalar, chiqindi yig'ish tizimi va umumiy tozalik talab darajada emasligi. Bular hammasi bizada O'zbekistonga tashrif buyuradigan sayyohlar uchun muammolar tug'dirishi mumkin bo'lgan sohalardan bittasi hisoblanadi.
Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda turizm judayam jadallik bilan rivojlanib bormoqda va biz kundan kunga turistlar soni va xizmat darajasi ko'tarilayotganini guvohi bo'lishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun hammangizga katta tashakkur. Sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi.